Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya da Sıdıka Curuzi. Washington'da sözdeyimiz. Bugün çislağa 2023 yılı. Keçirinler vatandaşlar. Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdıka Curuzi, Washington'da sözdeyimiz. Bugün çislağı 2023 yıl 12. ayının 12. günü. Haftaga Seyşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizden eysak. Çünkü onun sadi ahvali şu. Mesela alaylı Avrupa bilen hesapta adacı oldu Avrupa İttifakı bilen. Şundaqlı değil, Avrupa İttifakı əməldarları Beijing kilişten avval İtaliya hükümeti karar elan kılıp bir yol, bir velbağ siyasetinin yaki sistemisinden Cungo bilen bulgan münasebet dairesi çıkıp gittiğallıqını elan kıldı bu bir haber. Onundan keyin hazır Tayvan'daki saylam harpsideki saylam namzatla rekabetede hazır Demokratiya Terakkiyat Partisi'nin namzadı eleyçindi. Kilovatkan el-rayı münasebetlik avaz biriş 5% töllep gitti vatandaş. Bu vaziyet anaşinçilik lekin hazır sizge ettiğin ciddi bir vaziyet. Johnson C'nin bugün 12. günü sözlügen sözü yani Japonya'daki obzorçu Xitay Johnson C'nin sözlügen sözü de yeni bir haberini oturup koydu. O haber neme deseniz hazır Şinjan Uygur Abdunum Rayını Partikomu'nun sekreteri Maşın Reyni yetkep Beijing'e elip gidip Beijing'de Cumhuriyet Partiyası Merkezi Komiteti işhanısının moderliğine təyinleydiken. Bu hem de matbuatga çıkıp boldu, şundaq boludu dene. Hesapta Maşın Rey 2021 yılı 12. ayının 23. günü Amerika Qoşmuş Ştatlarının prezidenti Joe Biden Uygurlarını mecburi emgekki selişinin aldığını eliş kanunuğa Devlet Meclisi maqullagan kanunga imza koyup resmi köşke igi kılgan küllerde Merkezi Komitet Xitay yani gobernatör süpütede Şinjan Uygur Abdunum Rayın yani müstemlike Uyguristan'a evetken emeldarı Çin Çvengo bunu elip gidip onun ornuğa Maşın Reyni belgilegen idi. Bugün endi Maşın Reyni hesaptı 2 yıl. Toluk 2 yıl boldu yani Şinjan Uygur Abdunum Rayı'na hizmetlerine rehberlik kıldı. Toluk 2 yıl işledi. Del şundaq peytemde Maşın Reyni yetkep Beijing'e elip gidip onun ait mühim orunga mesela bunun burun Merkezi Komitet işhanısının moderi degen hukuk Seyçi degen adamga berilgen idi. Hazır Seyçi Xi Jinping'in en işençlik adamı dep qarılıp kelgen idi şu güngacha. Johnson C'nin sözü boyunca aytqanda hazır Xi Jinping Seyçi'ni tepip bitip onun ornuğa Şinjan Uygur Abdunum Rayı'na evetken gobernatör Maşın Reyni Partiya Merkezi Komiteti işhanısının moderliğine təyinledi deydi Johnson C. Ben deymen bir yerde Reis Xi Jinping Seyçi en yakın adamı Seyçi'ni tepip etkeni yok. İhtiyaç. Reis Xi Jinping üçün ihtiyaç, yaki hizmet becerişinin ihtiyacı.
Bu ihtiyaç mesela Maşın rayonu Ürümçi'den Şinjan Uygur Abdunum rayonida yetkep gelip partiya merkezi komitetinin şanı müdürü müdür kılıp tayinlash işke qo'lliq siyaset biri. Maşın rayı endi reis Xi Jinping'nin yakın adamiga aylanadi. Şençlik adamiga aylanadi. Reis Xi Jinping Maşın rayını yetkep gelip Parti Merkezi Komiteti işxanasının müdürlüğü tayinlaganda birinci hesapta qo'lga yaqin bo'lish, ya'ni Şinjan ishlari bo'yicha, mustamlika Uyg'uriston ishlari bo'yicha qo'lga yaqin bo'lish, hamdam bo'lish, ham to'liq xabardor kishilar bilan hamkorlashib turib, Şinjan xizmatlariga atalmış Şinjan xizmatları yana davomli rahbarlik qilish va yoki nozuk bir davrda rahbarlik qilishdan iborat. Bu jarayonni Reis Xi Jinping Maşın rayı orqali tamomlamoqchi. Hargiz saychini tepib o'tganligi emas. Maşın rayini markazga yetkab kelib o'zining yanada yaqin tutish uchun bundan boshqa yo'l yo'q. Masalan, davlat mahkamasi kelib kirsa yana orliq saqlanadi. Bu partiya merkezi komitetinin şanısı degan söz, bununla müdiri buluş degan söz, 7 daimi hayat a'zosining yoki changvining xususiy maxfiyatligini egallab turish. Buni Maşın rayı ishlaydi. Burun saychi shundoq ishlagan edi. Shundoqla 7 nafar daimi komitet a'zosining amalligi, bexatarligi, salomatligi masalalariga dal mushu ishxona mudiri saychi ayni vaqtda rahbarlik qilgandek bu qatim Maşın rayı ham shundoq rahbarlik qilishi mumkin. Xizmat taqsimoti shundoq bo'ldi, lekin eng muhim xizmat taqsimoti Reis Xi Jinping Maşın rayını biqiniga elib kelib, buningdan keyin Şinjanda bo'ladigan o'zgarishlar, buningdan keyin mustamlika Uyg'uristondagi tartiblar, siyosiy tartiblar, o'rinlashtirilgan siyosiy tartiblar, masalan ma'muriyatni o'zgarish hosil qilishlar degandek, ma'muriyatni ya'ni siyosatni o'zgarish hosil qilishlar degandek, buningga hamisha Reis Xi Jinping bevosita aralasholmaydi. Şuna vositalik aralashish, masalan Şinjanda xizmat ishlagan mustamlika Uyg'uristonni 2 yil boshqargan Maşın rayını markazga elib kelib, onunğa markaziy hukumat ishxona müdirlik unvonini berish. Bu yerda biz Reis Xi Jinpingga savol qo'yaylikki, Şinjan masalasini hal qilishning, Şinjan Uygur Abdunum rayonu meselesini hal qilishning, mustamlika Uyg'uristonning masalasini hal qilishning boshlangan qadami, tashlangan qadami yoki ishning boshlanishi Maşın rayonining Şinjan Uygur Abdunum rayonidan mustamlika Uyg'uristondan Beijingga yetkab kelinishi bilanla boshlanamdi Reis Xi Jinping. Biz endi bir natijani ko'ryapmiz. Mushu 1 yil 2023-yilda yuz bergan ishlarni biz qatori sizlarga sanab keldik vatandoshlar. Masalan, bu yil 8-oyda Janubiy Afrikadagi voqealar. Shundaqmi ya? Aeroplandan Beijingga tushmay Reis Xi Jinpingni elib to'g'ridan-to'g'ri Ürümchiga, mustamlika Uyg'uristonning Ürümchi shahriga tushganligi 8-oyning 26-27 kunlari. Mushu ishlar hargiz tasodifiy ishlar emas edi vatandosh. Bu yil masalan 11-oyning 18-kuni, 10-oyning 18-kuni Prezident Vladimir Putinning Beijingga kelishi va Beijingda 3 soat Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinpingning suhbat o'tkazganligi. Ya'ni shu 10-oyning 18-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 51 davlat Amerika, İsrail, Angliya, Kanada boshchiligida 51 davlat Uyg'urlar uchun bir millatdoshligini mushlarning hammasi so'zlab keldik. Endi bu sezgurlik bugun bu nuqtaga yetib keldi. Maşın rayını yetkab ketish
Zaten neme işinin dalaleti. Reis Xi Jinping Cumhuriyet Kompartiyası Cumhuriyet hazır müstemlike Uyguristan bizden tilimizde ondan keyin özünüz bege memuriyet derecesi Şinjan Uygur Abdunum Rayını. Hazır siz yoki Xitoy matbuotlari aytayotgan, hatto Amerika ovozini Xitoy til programmasi ham aytayotgan Şinjan Abdunum Rayını Uygur degan ismni tushirib qo'yish. Mushularning hammasini qo'shib kelganda bugun endi yana shu Şinjan Uygur Abdunum Rayını sizce aytganda Şinjan Abdunum Rayını bizce aytganda mustamlika Uyg'uristonning siyaset takdiride özgürüş buladigan devir yetip geldi mi Reis Xi Jinping? Yoki bu devirni qo'l solib ishlaydigan siz uchun aytganda ish boshlandimi Reis Xi Jinping? Endi bu yerda biz qaytib kelaylik. Xo'sh, shundoq ekan, siz Mashinruyni elib ketasiz. Beijing partiya markaziy komiteti ishxonasining mudirligiga tayinlaysiz. Ondaqda bu qatam Şinjan Uygur Abdunum Rayoniga yoki mustamlika Uyg'uristonga avatadigan gubernator kim bo'ladi? Hanzu sifatlik, Hanzu ismlik odam bo'lamdi va yoki siz mavzuduncha jur'at qila olamsiz. Mening deganim mavzudun ayni chog'da 1975-yillarda Seyfeddin Aziz, rahmatlik Seyfeddin Aziz'e bin tüvennin kumandalık hukukunu, birinci kumandalık hukukunu, Şinjan Harbi Rayonining birinci kumandalık hukukunu, Şinjan Uygur Abdunum Rayoni Cumhuriyet Kompartiyasi partiya komitetining ya partiya gruppasining birinci sekreterlik hukukunu, shundaqla Şinjan Uygur Abdunum Rayonining reislik hukukunu, 4 hukukni Seyfeddin Aziz'e bergen idi. Mavzudun şunu qilalagan edi. Sizning mavzudunga erishmanliginiz va qiziqishingiz, mavzudunga varislik qilish iddiyangizni to'g'ri topdi dunyo yoki jamiyat deylar Reis Xi Jinping. Siz bu qatam Mashinruyni elib ketib, gubernator Mashinruyni Beijingga elib ketib, Şinjan Uygur Abdunum Rayoniga belgilaydigan kishi kim? Erkin Toniyaz bu yil 2-oyning 14-kuni Londonga avatilgan London rad qildi. Erkin Toniyazni London rad qildi. Bu qatam kimni avatsiz? Reis Xi Jinping qaraganda dunyo vaziyati va Amerika jungu munosabatidagi Uyg'uriston masalasiga qaraganda siz bu qatam Şinjan Uygur Abdunum Rayoniga, yani mustamlika Uyg'uristonga endi ikkinchi bo'lib bir Hanzu amaldorni gubernator qilib avatalmaydiganligingiz ko'zimizga ko'rinib turibdi. Zadi kim? Kimni bu qatam Şinjan Uygur Abdunum Rayoniga sekreter va yoki reis qilib belgilaysiz? Bu ish bugun qo'l silib, qadam tashlab, mustamlika Uyg'uriston masalasini hal qilishning boshlanishi desak bo'lamdi Reis Xi Jinping. Sizcha bo'lganda sizning g'ayratingizga qo'shganda bu qatam Mashinruyni elib ketib, ishxona mudiri, markaziy komitet ishxonasining mudiri qilib tayinlash, yaqin bo'lish, qo'lda tutib turish, Xi Jinping o'zining biqiniga elib kirish va barliq xizmatlarni Uyg'uristonga munosabatlik, mustamlika Uyg'uristonga munosabatlik barliq xizmatlarni Mashinruy orqali nazorat qilish, Mashinruy orqali boshqarish, Mashinruy orqali tartib solish. Demak, mushu ishlar mushundoq o'rlashtirilgan bo'lsa, bugunlardan aytimizki endi Reis Xi Jinping ish boshlandi deb qaraymiz biz. Chunki Mashinruy 2 yil bo'ldi ketdi, elib ketisiz degan gap. Hech bo'lmaganda Şinjanga hukmronlik qilishida
yoki 3 yil yoki 4 yilda hukmronlik qilishi. Uningdiki elib ketsangiz bu odatdagi yoki tarixiy davrlardagi gubernator almashtirish siyosatiga Jungo Kompartiyasining Uyg'ur avtonom rayonida gubernator almashtirish siyosatiga to'g'ri kelgan bo'ladi. Tuyuqsizdi 2 yilda. Shundan qaraganda xalqaro jamiyatda Uyg'ur masalasining jiddiy masala ekanligi, endi mushu paytga kelganda, mushu zamonga kelganda jiddiy masala ekanligi oshkorlandi bo'lg'ay. Herkes qurultaychilar aytgandek Uyg'ur masalasi pasayib qoldi, Uyg'ur masalasi to'xtab qoldi deganlik emas. Rais Xi Jinping endi siz qo'l silib ishlaydigan vaqt keldi. Shuni siz ishni boshladingiz. Mashanroyni navbatdagi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni partkomining sekretari Mashanroyni elib ketib, uning o'rniga boshqa odam tayinlash navbatda xalqaro siyosatga moslashgan holda, xalqaro jamiyatning talabi sharoitida bir o'zgarish hosil qilish. Bu vaqtida yani siz belgilagan odamlar kim bo'lishdan qat'iy nazar ular sizning qo'lingizdagi odam bo'ladi. Evet. Qo'lingizdagi sizning rahbarligingiz ostidagi odam bo'ldi Rais Xi Jinping. Buning Uyg'ur xalqi qanday qarashi mumkin? Uyg'ur xalqining qabul qilish darajasi qanchalik bo'lishi mumkin agar siz besmibad diktatorini ishlatmasangiz? Agar erkinlik berib, fikr qilish huquqi berib ularga, Uyg'urlarga gapinglarni qilinglar endi deydigan bo'lsangiz, yana boshqacha bo'lishi mumkin. Chunki kichikgina erkin nafas olib Uyg'urlar gap qilishi mumkin. Biroq siz 8 million, hatto 2 ming odam avatib 20 million odamni tarbiyaladik deganingizdan qaraganda, agar saylan birdan bo'lib qoldi desak, bu 20 million odam Uyg'urning ozodligi, hurligi uchun bilet tashlamdi va yoki tarbiyalab, sizlar tarbiyalagan tarbiya bo'yicha o'tirg'i chiqib, Jungo Kompartiyasini himoya qilamiz, avtonom rayonni qo'llaymiz demdi, ya shunda deydigan ish chiqamdi. Bu narsa keyingi jarayonga taalluq narsalardir, biroq siz mushu oy, mushu kunda G'arb dunyosi bilan Jungo o'tirisiga Uyg'uriston masalasi bo'yicha mushu qarorni olgan bo'lsangiz, tunji qadam, masalan, qo'l silib ishlayman deb, shu qo'l silib ishlaganligingiz uchun uning natijasini hozir qanday qilishdan qat'iy nazar Xinjiang xizmatini boshlaganligingiz, ya'ni mustamlik Uyg'uriston masalasini hal qilishga o'tganligingiz deb qarasak, biz buni alqishlaymiz Rais Xi Jinping. Alqishlaymiz. Bugun sizlarga so'zlaydigan so'zim shu vatandosh sal kechikib qoldi, meni kechiringlar. Endi ishdan qizig'i chiqdi. Yani siz biz so'zlaydigan ishdan qizig'i chiqdi vatandosh.